Endi Kapadze'da Navbahorga ham to'xtalib o'tamiz. Kelganlar Islom Mamadkazin, Umarat Hamzoda, Dilshod Komilov, Diyor Xolmatov, Quvondir Ro'ziyev, O'tkir Yusupov, Muhammad Ali Usmonov, Shohruh Abdurahmonov, Chichinadze, Vanya Ilich. Birinchi navbatda tabiiyki O'tkir Yusupovni qaytishini e'tirof qilish kerak. O'tkir Yusupov Namanganga qaytdi. Terma jamoamiz asosiy darvozaboni o'sha jarohatdan keyin, menimcha o'sha jarohatlik amaliyotidan keyin katta futbolga qaytishi katta yutuq va Navbahor bu shartnoma bilan bitta chiziqni yopa oldi deb o'ylayman. Muhim chizig'ini. Qolgan kelgan futbolchilar ham, misol uchun Mamadkazin Andijonda yaxshi darajadagi o'yin o'tkazgan. Faqat o'tgan yil adashmasam shu jarohat sababli ko'p o'yinlarni qo'yib yuborgandi. Kelishmovchilik oxirida qo'ymadi. Nimasini Dilshod Komilov ham Temur Kapadze yaxshi bo'ladigan futbolchi. Bilmadim. Keyin o'tgan yilgi legionerni olib qolibdi. Adashmasam braziliyalik. Markaziy futbolchisini Tedini olib qolgan. Tedini olib qolgan. Gabriel nimaga o'tdi? Qozog'iston klubiga o'tdi. Bugun e'lon qildi. Juda bir olamshumul transferlar qilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin baribir jamoa safini to'ldiryapti. Bu yerda ham ko'p masala baribir moliyaviy jihatlarga borib taqaladi. Agar moliyaviy jihatdan sharoitda Navbahor yaxshi bo'ladigan bo'lsa, jamoa rahbarlari oldiga katta maqsad qo'ygan bo'lsa, menimcha topib bera oladi kerakli narsalar, resurslarni Kapadze'ga. Chunki Kapadze'ga baribir bitta plus tomoni borki, birinchi navbatda o'sha Kapadze'ni olib kelgani, Babayanning ortidan Kapadze'ni e'lon qilishi Navbahor birinchidan zo'r yurish bo'lgan Navbahor uchun. Ikkinchidan Navbahor bosh murabbiy sifatida Kapadze baribir o'ziga tanish bo'lgan va o'zi o'ynatgan ko'p futbolchilarni olib kela oladi. Bu tomonlari bor. Aniq fakt bu, misol uchun ikkita futbolchi yoshlar terma jamoasida, olimpiya terma jamoalarida o'ynagan futbolchilar yoki o'ynab turganlarni qoldira oladi. Tanlov bo'lsa Kapadze'ga boradi. Shuning uchun bu jihatdan hali menimcha Kapadze'da imkoniyat ham bor, vaqt ham bor deb o'ylayman. Bugun o'sha kanalda ham yozdik. Qo'shimcha qilib olay. Navbahorga kongolik hujumchi bilan kelishuvga erishgan. Yaqin orada jamoa ushbu hujumchi transferini ham e'lon qiladi. Keyin bitta jihat bor, balkim biroz kulgili bo'lar, lekin Navbahor Toshkentda mavsumni boshlaydi va Kapadze jamoasida ma'lum davr katta bosimsiz mavsumga kirib olish, jamoaga moslashib olish, tarkib ham mana shu holatni boshdan kechiradi. Muxlislarning qo'llab-quvvatlashi bu zo'r, lekin qo'shimcha bosim ham bor. Mana shu bosimdan chiqib Navbahor mavsumni boshlayapti. Bittada mana bu tarkib bilan Kapadze to'g'ri bosh murabbiy, lekin chempionlikka asosiy da'vogar qilib qo'ya olmaymiz Navbahorni. Chunki qolganlardagi tarkib, resurs baribir maydonda o'ynaydigan futbolchi belgilaydi-da. Murabbiyning qarashlari zo'r, lekin futbolchilar ham kerak. Hozirgi tarkib bilan Navbahorda baribir biroz muammolar bo'ladi. Lekin yozda kerakli chiziqlarni ko'rib, Temur Kapadze o'yinlarida mana bu chiziqlarni aynan tochkasiga transferlar qila olsa, ikkinchi davrada umuman boshqa Navbahorni ko'rishimiz mumkin. Hozir moslashish davri bo'ladi. Kelganlar bari o'ynaydigan futbolchilar. Temur Kapadze o'sha turli yoshdagi terma jamoalarimizda ishlaganda ham futbolchilarni tanlashda universallikka e'tibor qaratadi. Bir necha chiziqda o'ynashi mumkin. Mamadkazin ham himoyaning markazida, qanotda ham, Komilovda ham xuddi shu holat. Umar Adhamzoda har ikkala qanotda o'ynay oladi. Diyor Xolmatovda ham markaziy yarim himoyada juda katta yuklamani olishi mumkin. Qanotlarni ham faol harakat qilib yopib berishi mumkin. Universallik zo'r. Ya'ni birorta chiziq oqsayaptimi? Temur Kapadze shunday o'yinchilarni tanlaganki, ikkinchi o'yinchi bilan yopib ketadi. Bu Navbahor murabbiy jamoasiga aylanadi. Loyiha bo'ladi. Bu loyihaga ishonch bildirish kerak. Agar maksimal shakllanib olsa, Navbahor katta natijalarni, chempionlikni ko'zlash mumkin. Lekin o'sha shakllanib olish davri kerak. Ba'zi murabbiylar natijaga o'ynaydi, ba'zi murabbiylar jamoaviy o'yinni shakllantirishga o'ynaydi. Kapadze mana shu shakllantirish tomonidan boradi. Bu og'ir yo'l, bu vaqt talab etadigan yo'l. Dastlabki turlar Navbahor uchun og'irroq bo'ladi va ancha og'ir start kutyapti Navbahorni. Aynan shuni ta'kidlab o'tmoqchi edim. Misol o'sha rahbariyat ham Kapadze nomzodida to'xtalganning asosiy sababi bu
uslub yaratib, baribir o'sha o'zini uslubi bor murabbiy, hozir aytganingizdek loyihasi bor. Shuning uchun Kapazeni taklif qilindi. Lekin Namangandagi muxlislarning bosimi bu ikkinchi masalada. Mavsum boshida ketma-ket o'yinlarda agar Navbahor startda qiynaladigan bo'lsa ham baribir vaqt berish kerak. Kapazga katta ehtimol vaqt berilsa kerak. Chunki hozirgi sharoitda, umuman hozir mana chempionatni qarasanglar, jamoalarni kimlarni olib kelyapti. 3talikka kirish ham hozir oson bo'lmaydi. Emas, Sherzaka misol uchun hozir 5talikka kirgan jamoa xursand bo'lish kerak. Navbahor muxlislarining orasida ancha adekvatlar ko'p bo'lsa kerak. Juda ko'p. Birinchi yildanoq Kapazga chempion bo'lasizlar, chempionlik degan hozir shart qanaqadir talablar qo'yish menimcha biroz kulgili bo'ladi. Menimcha hech kimga bunaqa shart qo'yilmasa kerak hozir. Andijonda bunaqa shartsiz qabul shunaqa. Ya'ni yaxshi natijalar uchun kurashish, lekin chempionlik emas. Menimcha shu Andijon hamda Navbahor va yana kim OKMK, Dinamo jamoalari ko'proq kubokka e'tibor qaratsa kerak deb o'ylayapman.